Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda hop Mia. Bu Mia Mercedes-ga ME 20 Mia deydi. XFM blokdan keyin chiqqan versiya. Bunda bo'lgan muammo mashinamiz yurib-yurmay qolgan. Korpusi massaga tegizilganda yurgan. Bundan bilib olish mumkinki, kelgan massalar orqaga plataga o'tibdi degani. Hop, biz buni darojkalar uzilib ketganini topib, hozir eksperiment qilib ulab ko'rdik, xudo xolasa. Miyamiz joy-joyida ishlaydi. Endi yana bitta foydali ma'lumot bo'lishi uchun aytib ketaman. Buni elektrический sxemalarini, raspinovkalarini qaydan olsa bo'ladi? Elektrический sxemalarini, raspinovkalarini avtodatadan olsa bo'ladi. Hop, avtodata uстановка qilinadi. Avtodatni ko'rib turganingizdagi har bitta masalan pinlarni qaysi oyoq nimaga javob berishi, qanaqa напряжениеda ishlashi, qanchalik tok kelishi hammasi yozilgan ma'lumot, qo'lingizdagi ma'lumot. Hop, shundan olsangiz bo'ladi. Hop, wire side bu tomoni, shtaker tomoni, terminal side bu tomoni, miya tomoni. Do'stlar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlarga berib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, like va kommentlar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. E'tiborga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.